Assalomu alaykum. Aziz yaxshimisizlar? Kechiraversam. Xo'p. Mana qariyb 2026-yilda boshlanganiga xo'p, bugun 12 bo'ladigan bo'lsa, 12-yanvar bo'ladigan bo'lsa, 3 kun bo'pti. Bu degani men o'zimga qo'ygan maqsad, yangi yildan YouTube'ga video qo'llashda, video joylashlikni yana qayta boshlayman degandim. Afsuski 13 kun bo'ldi, mana hali ham bironta video joylangani yo'q. Sabab nima? Sabab bu perfectionism. Ya'ni mukammallik izlayapman-da, juda ham. Nima demoqchiman? Zo'r joy bo'lishi kerak. Yaxshi kadrda chiqish kerak video, yaxshi kачествоda chiqishi kerak. Короче, shunaqa holatda video yaqiniga ham yo'llagandim yo'q videoni. Ya'ni olish tugul yaqiniga ham yo'llagandim. Ana shuning uchun birinchi videomni mana shunaqa o'zimga iqror bo'lgan holatda, ya'ni hech qanaqa haligi zo'r bo'lish shart emas. Bizda zo'r imkoniyatlar bo'lish shart emas. Shunchaki kamerani ol, qo'limda yaxshi kamera bor. Videoga tushir, YouTube'ga joyla. That's it. Bo'ldi. Mana shu narsaga men 13 kundan beri oqsoqdan yotibman-da. Ana shu hisobiga bugun qo'yishga o'zimga jazm deb topdim va mana shu kamerani olib video olyapman. Ha do'stlar. Shunaqa hozir soat mana bir почти 10 bo'lyapti. O'ylab kelyapman. Mana 2 hafta o'tib ketdi. Haftada bir marta o'zimga review qilaman-da. Haftalik qilayotgan ishlarimni. Ikkinchi haftasida ham qilinmagan turibdi. Ya'ni video olib joylashlik. Har hafta kamida bitta video olishim kerak. O'sha videoni YouTube'ga joylashim kerak bo'ladi. O'sha narsani qilganim yo'q. Va bugun mana dushanba kecha shuni o'ylab, qachon qilsam bo'lar ekan. Vaziyatlardan kelib chiqqan holatda bugun qilsam bo'lmaydi ekan deb kecha o'ylandim-da. Mana shunga hozir mana ketyapman, kechqurun. Vaqt yo'q, ishim bor, o'qishim bor, zalim bor, arab tilim bor. Xulosa shunaqa holatlar bo'lib turib, vaqt topolmayapman. Mana ketayotganimda 20 minutlik yo'l ishimdan to nimagacha, uyimgacha mashitda telefonimni ko'tarib video olyapman. Mana. That's it. Keyingisini endi xudo xolasa sal yaxshiroq qilib olishga harakat qilamiz. Va olam guliston. Paka. Ko'rishamiz. Bu videoni shunaqa insonlarga jo'natib qo'yasizlar. Mendaqa bitta ishni qilaman deb chosib yurgan, mukammallik sari izlanib yurgan odamlarga tashab qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Fikrlaring bo'lsa kommentda qoldirasizlar. Paka.